Assalomu alaykum aziz onajonlar, aziz homiladorlar. Bugun sizlar bilan demak tug'ruq haqida, qo'rquvlarsiz tug'ruq haqida gaplashamiz. Va mana shu qisqa 15 daqiqa davomida tug'ruq jarayoni haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Tug'ruq bu demak og'ir jismoniy mehnat va unga tayyorgarlik ko'rish kerak. Va tug'ruq jarayoni faqatgina jismoniy mehnatgina bo'lib qolmasdan 90%, 80% statistika bo'yicha ruhiy tayyorgarlikni ham talab qiladi. Sababi bizni bilamiz, hayot davomida har bitta kutuvlarimiz, har bitta o'y-niyatlarimiz amalga oshish xususiyatiga ega. Va agar siz tug'ruq jarayoni haqida pozitiv fikrda bo'lsangiz, qo'rquvlaringizni jilovlay olsangiz, ishoning tug'ruq jarayoningiz anchagina yengilroq o'tadi. Sababi demak biz tug'ruq jarayonigacha biz juda ham ko'p tug'ruq tarixlarini eshitamiz, badiiy filmlarda ko'ramiz tug'ruq prosesslari haqida va tug'ruq haqida o'zimizning tasavvurimizga egamiz. Yoki bizni oldingi tug'rug'imiz qiyin kechgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa onangizda, opalaringizda, kimdadir o'rtoqlaringizda eshitgansiz tug'ruq jarayonida qanaqa qiynalganliklarini va bu jarayon haqida bizning ongimiz, tasavvurlarimiz demak tug'ruq bu qiyin, tug'ruq bu qanaqadir jon olib jon berish yoki tug'ruqda shuncha suyaklaring singandek kuchli og'riq bo'ladi yoki tug'ruq jarayoni ayoli nima deydi, u dunyoga borib kelgandek holat bo'ladi degan juda ham bir fikrlarni eshitganimizdan keyin tug'ruq jarayoni juda ham bir qiyin proses ekan degan miyangizda albatta fikrlar shakllanadi. Lekin yana bitta narsani aytmoqchiman, bu gaplar albatta xato emas. Tug'ruq jarayoni o'ziga yarasha mashaqqatli jarayon. Lekin bizni tajribamiz shuni ko'rsatdiki, tug'ruq jarayonini yengilroq va osonroq o'tkazish mumkinligini faqatgina bizni tajribamiz emas, butun dunyo tajribasi bu narsani isbotlab kelyapti. Keling, birinchi marta agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, o'zimni qisqacha tanishtirib ketaman. Agar avvalam ko'rgan bo'lsangiz, tanigan bo'lsangiz, demak birinchi marta eshitayotgandek tasavvur qilinglar. Men Rahimova Feruza Nimatjanova, akusher-ginekolog vrachman. 11 yillik tajribaga egaman va yengil tug'ruqqa tayyorlash bo'yicha taxminan 3 yildan beri qizlarimizga turli xil yengil tug'ruq qoida kurslar o'tib kelaman va seminarlar tashkil qilganman va mana shular davomida o'zimni 3 ta farzandim bor, tug'ruq jarayonlari, roddomda ishlagan tajribalarim va dunyo tajribalarini o'rgangan holda ayollarga tug'ruq sirlarini sekin-asta o'rgatib kelmoqdaman. Va demak siz shu yerda ekansiz, o'ylaymanki, sizni taqdiringiz, farzandingizni taqdiri sizga demak befarq qoldirmayapti. Bu narsaga siz qiziqyapsiz. Biz siz bilan demak bugungi darsimiz davomida tug'ruq jarayoni haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Yengil tug'ruq tarixini o'zi aslida demak birinchi bo'lib Fransiyada kelib chiqishni boshlagan va mana shu Fransiyada o'sha oddiygina bir shifokor sekin-asta kuzatishni boshlagan. Nima uchun hayvonlar osonroq tug'adi, nima uchun odamlar qiynalib tug'adi, bularda ham tug'ruq, bularda ham tug'ruq va lekin nima uchun bularning farqi bor degan savollarni o'ziga bergandan keyin ayollarning tug'ruq jarayonlarini kuzatib borgan, ayollarning ruhiy holatini kuzatib borgan, ayollarning jismoniy tayyorgarligi, bu nechinchi uni tug'ruqligi hammasini kuzatib borgan holatda Rodi haqida juda ham ko'p demak ma'lumotlarni yiqqan va shunga oid kitoblar yozishni boshlagan. O'z tajribasini boshqalarga o'rgatishni boshlagan va sekin-asta bu narsani demak ayollar o'rganib kelib, hozirgi kunda bilasiz, gipnotug'ruq degan so'zlar kelib chiqqan. Tug'ruq jarayonidagi ongni bloklab qo'yish yoki ongni sekin-asta ishlash faoliyatini susaytirishimiz mumkin. Mana shunaqangi holatlar haqida sekin-asta insonlarga ma'lumot berishni boshlagan. Va bu narsalarni sekin o'zim qiziqib, eshitib, o'rganishni boshlaganimda 3 yil oldin demak, bundan hozir 1,5 yoshli demak o'zim ham farzandim bor va oldingi 2 ta tug'rug'im bilan oxirgi 3-chi 1,5 yoshli farzandimning tug'rug'i o'rtasida ham juda ham katta o'zimda ham farq sezganman. Va ayollarimizda ham tajribamdan ko'rib ayta olamanki, qizlar, buni nimaga aytib beryapman? Tug'ruq jarayonini yengil o'tkazish mumkinligiga siz ishonch hosil qilishingiz uchun, demak, mana shu ma'lumotlarni sizga bo'lishga harakat qilyapman. Qizlarimiz kurslarda o'qigandan keyin, yengil tug'ruq haqida o'rganishni boshlagandan keyin qizlarimiz aytishdiki, 4 ta tuqqanman, 5-tug'rug'im umuman boshqacha o'tdi-da. Demak, hamma tug'adi, sen ham tug'asan degan nazariya bilan qaraydi ba'zilar ayoliga nisbatan yo farzandi yo keliniga nisbatan. Demoqchimanki, tug'asiz, to'g'ri, farqi bor lekin. O'sha ketma-ket tuqqan qizlarimiz ham hattoki 3 ta 4 ta tug'ib, lekin oxirgi farzandini oson tug'ib olgandan keyin farqi bo'lar ekan. Juda ham katta farqi bo'ldi. Men juda ham oson tug'dim, tug'rug'imni boshqacha eslab qoldim yoki tug'rug'im bayramdek o'tdi degan tushunchalar bilan juda ham ko'p odzivlarni yozishadi. Agarda
nimaga Instagramga kirib odzivlarni o'qishingiz mumkin kurs bo'yicha yoki Telegram kanalimizga kirsanglar natijalar bo'yicha biz alohida kanal ochib o'sha yerga hamma qizlarni живой odzivlarni qo'yib ketamiz. Ovozli qilib, bolachalarini rasmga olib, videoga olib yoki tekst qilib yozib berishadi. Hattoki mana shu odzivlarni o'qib ham yengil to'g'lagan qizlarimiz bor. Prosta odzivlarni o'qiydi, keyin qabulimga kelishganda sizni kanalingizdagi bepul ma'lumotlarni kuzatdim, odzivlarni o'qidim va mana 4-chi yoki 2-chi va 3-chi farzandimni oson dunyoga keltirdim deb aytishadi. Oldin tug'ishni bilmagan ekanman deb aytishadi qizlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, ko'proq tug'ruq bilimlaringizni kengaytiring va inshaalloh sizni tug'rug'ingiz ham shunaqangi esda qolarli va juda ham bir asoratlarsiz, chiroyli o'tishiga men ishonaman. Bu meni tajribamda mingdan ortiq ayollarda isbotlangan ma'lumot. Endi 15 minutda nimalarni gaplashamiz? Demak, birinchi 5 minutda men sizni ishontira oldim deb umid qilaman yengil tug'ruq mumkinligiga. Haqiqatan ham og'ir jismoniy mehnat, charchoq his qiladi ayol. Bu hattoki Qur'oni Karimda ham charchoq ustiga charchoq deb ayollarni homiladorlik holati, emizish holatlari, tug'ruq holatlari haqida oyatlar bor. Demak, bu jarayonni biz inkor qila olmaymiz. Buni butun bir olamlarni yaratgan zot ta'kidlab turibdi. Bu jarayon qiyin jarayon, lekin aytamanki, Alloh mana shu buni fiziologik jarayonligini his qiling. Alloh taolo insonni shunaqa qilib yaratdiki, mana shu tabiiy yo'ldan, shu kichkinagina deb biz o'ylaydigan yo'ldan mana shu bolani chiqa oladigan darajada ayolni qodir qilib, mana shu narsaga imkoniyati bor qilib yaratib qo'ydi. Demak, ayolda mana shu homiladorlik davri davomida mana shu suyaklar, mana bu orqa tarafdan dumg'aza suyagi, dum suyagi, chanoq suyaklari barchasi sekin-asta yumshashni boshlaydi. Homiladorlik davri davomida relaksin degan gormon bor. U yumshatish vazifasini bajaradi va mana shu suyaklar, mana bu joydagi tog'aylarimiz, suyaklarni biriktirib turadigan va chanoq sohasidagi barcha muskullarimiz yumshashni boshlaydi. Sekin-asta yumshab bir-biridan itarilishni boshlaydi. Agar ayolda qaysidir vitamin, minerallar yetishmayotgan bo'lsa, demak mana shu suyaklarimizni bir-biridan ko'proq uzoqlashishi va hattoki bilasiz, simfizit holatiga, simfiz suyaklarni bir-biridan uzoqlashishigacha olib keladi. Sababi mana shu homiladorlik davri davomida chiqayotgan gormonal holat hisobiga bo'lar ekan. Endi normadagi hamma narsasi normada kechayotgan ayolda bunaqangi simfizit holatlari kuzatilmaydi. Sekin-asta yumshab, muskul paylar hammasi yumshab 9-oyga kelganda bachadon bo'yni hammasi ochilishga tayyor bo'ladi va ayol ham nima deydi, boshqa mana shu aytganimizdek boshqa jonivorlarni bilasiz, kuchuklar, mushuklarni bilasiz. Sekin-sekin nafas olib hansirab tug'adi-da hayvonlar. Xuddi shunaqa ayollarimiz ham baqir-chaqirlarsiz, juda ham xotirjam holatda, spokойно holatda bolasini nafas olish bilan sekin-asta chiqarib tug'ib olishadi. Biz buni praktikamizda demak juda ham ko'p ko'rdik. Siz ham inshaalloh shunaqangi holatda nafas olib, sekin-asta kuchli og'riqlarsiz, o'zingizni tinchlantirgan holatda bemalol tug'a olasiz. Keling endi tug'ruq jarayoni haqida aytadigan bo'lsak, tug'ruq jarayoni 3 etapdan iborat bo'ladi. Demak, birinchisi dardlar jarayoni, bu bachadon bo'ynini ochilishiga to'g'ri keladi. Ikkinchi etap tug'ilish jarayoni, bolamizning tashqariga chiqishi va uchinchi davr bu yo'ldoshning tug'ilishi. Oxirigacha tug'ruq jarayoni shundan keyin tugaydi. Ana shu dardlar jarayonida ayolda kuchli og'riqlar bo'ladi va mana shu og'riqlar paytida ko'pchilik chidolmaydi. Tug'ruq paytiga kelganda esa bachadon bo'yni to'liq ochilib bo'lib, bola chiqayotgan paytda og'riqlar asta to'xtashni boshlaydi va ayolda faqatgina kuchan hissi boshlanadi va ayol pastga qarab kuchanishi boshlaydi. Xuddi ichi kelayotgandek hissiyot bo'ladi va sekin-asta bolani tashqariga kuchanib chiqarib berish kerak bo'ladi. Bu yerdagi eng muhim momentlar ana shu dard paytida, og'riq paytida ayollarimizdagi eng kuchli emotsiyalar bular qaysilar? Boshqa tug'mayman, ana shu paytda aytishadi. Turmush o'rtog'ini hamma qilgan yomonliklari ko'zning oldiga kelishni boshlaydi, urishni boshlaydi. O'sha paytda kuchli baqiriqlar bo'ladi. Demak, dard paytida eng kuchli og'riqlar dard paytiga to'g'ri kelar ekan. Va lekin biz dard paytida to'g'ri nafas olish, ongni tinchlantirish usullari, massaj texnikalari, mana shunaqangi holatlar bilan biz dardimizni yengil o'tkaza olamiz va biz buni kurslarimizda juda ham batafsil o'rganamiz. Sababi buni 15 daqiqaga sig'dirib ham bo'lmaydi va biz buni juda ham chuqur darajada o'rganishimiz uchun bizga anchagina vaqt ketadi. Biz qancha ko'p bilsak, bizda shuncha qo'rquvlarimiz kamayib boraveradi qizlar.
Masalan, aytaylik siz chet davlatni bilmaysiz, qaysidir davlatga bormoqchisiz, lekin ana shu davlatga borishdan oldin u joyni o'rganasiz. U yerda o'g'rilar bormi? Misol uchun o'rganib, o'sha joy haqida ma'lumot yig'asiz. Qanaqa gостиницада yotish kerak, qanaqa tinchmi, tinch emasmi-da. Agar siz misol uchun bitta qarindoshingiz borib keldi u davlatga, borib kelib, mana shu gостиницада yotgan, u yerda juda ham tinch ekan, odamlari zo'r ekan, добрый ekan, hamma narsa haqida bilib olganingizdek, o'sha qo'rquv yo'qolib qoladi-da. Endi sizda emotsiya boshlanadi. Qanaqa bo'larkan, borgingiz kelib qoladi, borish xolab qolasiz. Agar hech qachon eshitmagan, ko'rmagan davlatingizga-da, Afrikadagi qaysidir davlat nimagadir aytsangiz, u yerda nima yeyman, qanaqa holatda yashayman, nima bo'ladi degan qo'rquvingiz kuchli bo'ladi. Buni prosta o'xshatish sifatida keltirdim. Agar siz ham tug'ruq jarayoni haqida qancha ko'p o'rganadigan bo'lsangiz, sizni qo'rquvlaringiz bitta o'chib ketadi-da. Hatto kutishni boshlaysiz. Tug'ruqim kelganda men qanday mana shu o'rgangan texnikalarimni ishlata olaman, qanday mana shu massajni qila olamanmi, shu nafas texnikasini ishlata olamanmi deb o'ylab qolasiz. Bizda mana shu aynan kursda o'qiyotgan qizlarimizda shunaqangi holat bo'lganki, ham kursda o'qishadi, ham qabulimga kelishadi. Konsultatsiya o'tish jarayonida so'rashadi, rosa kutyapman tug'ruqimni. Mana qo'rqishadi, voy oz qoldi, qanaqa qilib tug'ib olaman degan qo'rquv emasda, o'sha kutishni boshlashadi. Ozgina qoldi, kutyapman, qachon boshlandi, qanday boshlanadi, hamma narsasini tayyor qilib, ana shu texnikalarni ishlatish uchun, o'sha emotsiyani his qilish uchun, o'sha bolachani tug'ilgandagi jarayonni, o'sha joydagi o'sha bolaning hidlarini, o'sha bolani his qilish uchun kutishni boshlashadi. O'sha qanaqa tug'ruqni qanaqa o'tishligini-da bilish qolishadi. Xuddi shunaqa. Siz qancha o'rgansangiz, o'sha qo'rquvlaringiz bitta o'chib ketadi. Bizda shu keys aytmoqchiman qizlar, 5-farzandiga homilador bo'lgan ayolim juda ham kuchli qo'rquv bo'lgan tug'ruqdan. Bu safar o'lib qolsam kerak degan, juda kuchli qo'rquv, o'lim vahimasi bosish boshlagan va faqatgina kesarva haqida o'ylagan. Kesarva qildirishim kerak. Bir nechta Toshkent shahridagi shifoxonalarga borgan. Hech qaysi ginekolog unga bo'pti kesarva qilib beraman demagan. Vaqtiga hammasi aytganki, esing bormi, to'rtta tuqqansan, nimaga kesarva qilasan, yana tug'olaysan, hamma qaytarib borgan. O'sha paytda shu qizimiz profilimizni ko'rib qolganlar. Mana bunaqa kurs bor ekan deb xo'jayinlariga aytgan. Dadasi mana shunaqa ekan desa, xo'jayinlar aytganki, "Voy, shugina pul ekan, mana hozir kesarva qildirsang, Toshkent shahrida bilasiz, juda ham katta rasxod ketadi kesarva qildirish uchun, yaxshi joyda tug'ishingiz uchun. Davay shu kursni olib bersam, o'zing tug'asanmi?" deb xo'jayinlar bilan как договор bo'lgan va kursni sotib olishgan. Sotib olgandan keyin qizimiz kursda o'qishni boshlaganlar. Уже aytayaptilar, 3-dars ko'rish boshlaganimda shunaqangi ichimga xotirjamlik kirdi, shunaqangi tug'ruqni xohlab qoldim. Chiqib turmush o'rtog'imga o'zim tug'aman, hech qanaqa kesarva qildirmayman. Qaynonasiga aytgan, hammaga aytib chiqqan. Ungacha ham u qizdagi qo'rquvlar hisobiga u qiz hattoki o'zlari aytadilar, vasiyat qilishni boshlaganda, mabodo o'lib qolsam, men bolamga bunaqa qaring, bunaqa qiling-da. Shu darajada qo'rquv, vahima bilan boshlangan narsa bilim olish bilan bosilgan va qo'rquvlari ketib, faqatgina o'zim tug'aman degan hissiyot bo'lgan. Tug'ruqlar juda ham yengil o'tgan, juda ham qisqa vaqt ichida asoratsiz bolalarni qo'lga olganlar va bizga dumaloq videochalar qilib odzivlar yozishdi. Shunaqangi ko'pda endi dumaloq videochalar 5 ta yo 6 ta. Mana bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, o'zini shunaqa hissiyotlarini, emotsiyalarini, tug'ruqdan keyingi pozitiv hissiyotlari bilan shunaqangi chiroyli qilib bo'lishganlar. Nima demoqchiman qizlarjonlar, mana shu aynan dardlar vaqtida og'riqlaringiz yengil o'tishi tug'ruqqa bo'lgan munosabatingizni o'zgartiradi. Sizni to'g'ri nafas olishingiz, sizni harakatda bo'lishingiz, to'g'ri ovqat yeyishingiz, hatto to'g'ri suv ichishingiz hammasini juda ham katta ahamiyati bor. Tug'ruq paytidagi kuchanish holatingizda ana shu razriflarni bo'lmasligi, bolangizga travma keltirmasligingiz, agar bolacha to'g'ri kelayotgan bo'lsa, bu yerda ayrim bir momentlar bor. Agar bola ko'ndalang kelgan bo'lsa, bola yuzi bilan kelib qolsa, bola dumbasi bilan kelishi mumkin. Har xil holatlarda bola qo'li bilan birga keladi, boshini oldiga qo'lini qo'yib olgan bolachalarimiz bo'ladi. Shunaqangi har xil vaziyatlar bor. Bunaqa vaziyatlarda albatta sizga akusherkani, ginekologga juda ham katta yordami kerak bo'ladi yoki kerak bo'lsa ba'zida kesarvaga olib kirib ketishga ham to'g'ri kelib qoladi. Sizga travma qilmasligi uchun, bolani hayotini saqlab qolish uchun. Lekin aksariyat holatlarda Alloh qudrati bilan 80-90% ayollarimizda tabiiy jarayon kechadi. Bola boshi bilan ideal holatga keladi va ana shu aytayotgan istisno 10% holatlarimiz tajribada bo'lib qoladi. Lekin siz niyat qilingki, inshaalloh bolachangiz boshi bilan kelsin, o'z vaqtida dardingiz boshlansin va sekin-asta bolachangiz o'sha to'g'ri kuchani, bolachangizni yengil mana shu dunyoga keltirishingizga Alloh nasib qilsin.
Demak, mana shu tug'ruq jarayonida eng ko'p kuzatiladigan holat razrivlar haqida aytib o'tdik. Mana shu videoni ostida silka qoldiraman qizlar. Mana shu silka orqali o'tsangiz, sizga bepul razrivlar haqida keyingi darslikni taqdim qilmoqchiman. Razrivlar chunki eng og'riqli mavzu va bu mavzuni siz albatta bilishingiz kerak. Razrivlarni oldini olish bo'yicha qisqa video darslik tayyorlaganman. Mana shu video darslikni, demak, shu video ostida olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizda kurs haqida savollar tug'ilayotgan bo'lsa, bu kursga qanday yozilsa bo'ladi, bu kursda nimalarni o'rganamiz, o'zi qancha davom etadi, narxlari qancha degan sizda savol tug'ilayotgan bo'lsa, ana shu yengil tuqqan ayollar safida bo'lishni istasangiz, mana shu video ostida kursga ham havola qoldirib ketaman. Kurs haqida ma'lumot olishingiz mumkin va mana shu ayollar bilan biz bilan birgalikda tug'ruqingizga tayyorlanib, butun umrlik bilimlarni egallashingiz mumkin bo'ladi qizlar. Demak, keyingi video darsliklarda uchrashguncha deb qolaman. Kuzatib boring va albatta Allohdan sizga yengil va sog'lom homiladorlikni, tug'ruqni tilab qolaman.